aeroportdan bulvarga mehmon olib keldim. Soatimiz millari 2 kechasi. Barselona, Ispaniyadan mehmonlarimizni kutmoqdik. Video. Men bir narsa aytaman. Yaxshi ham telefon asrida yashaymiz. Hozir internet rivojlangan, programmalar bor. Любой istalgan dunyoni davlatdagi aholisi boshqa istalgan aholi bilan o'sha xohlagan tilida bemalol переводчиклар orqali gaplasha oladi. Opadan olib kelib joyladim hammasini. Bular Ispaniyadan, bularga kvartiralarimiz yoqdi. Hola, buenas tardes. Acabamos de llegar de Barcelona. Ha sido él muy amable, nos ha recibido perfectamente y nos encanta el piso. Lo hemos encontrado súper bien, limpio, nuevo, bueno, con muchas comodidades. Estamos encantadas. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Gracias. Welcome to Uzbekistan, welcome to Royal Rentals. Nice to meet you. Okay, thank you. Thank you very much. Xuddi shundoq mana bular bilan переводчик orqali gaplashdim, muloqot qildim. Iloji boricha tushunishga harakat qildim. Bo'lgan holat shunaqaki, ispanchada juda chiroyli gapirishyapti, ispan tili haqiqatdan chiroyli ekan. Lekin agar men o'zim ispanchani yo inglizchani zo'r tushunganimda, zo'r gapirganimda shu переводчикlar orqali emas, o'zim to'g'ridan to'g'ri muloqot qilgan bo'lardim. Chunki opam aytibdilar, uyinglar zo'r, gap yo'q, yaxshi, yo'q deyaptilar. No, haqiqatdan shunaqa deyaptilarmi, yo'q, men bilmayman. Vot masala qayerda? Biz aytmoqchi bo'lganim, yosh avlodga, hammamiz farzandlarimizga, ukalarimizga, singillarimizga maslahat berishimiz kerak, to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak, til o'rganishsin. Istalgan sohada til kerak bo'ladi.